Assalomu alaykum YouTube ahli. Yaxshimisizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Hammanglarga kuninglar xayrli bo'lsin. Alloh umringlarga, rizqinglarga baraka bersin. Bugun 27-aprel. Haftaning dushanba kuni. Xudo xolasa biz erta tongda qulupna ko'chatlarimiz, yangi Teplisaga ekkan qulupna ko'chatlarimizni ko'rgan keldik. Like, podpiskani ayamanglar azizlar. Kanalimiz rivoj uchun kimgadir qiziq bo'lsa, doimiy kuzatib boringlar. Like, podpiskani ayamanglar. Bu yerga Cabrillo, italyanskiy Cabrillo bilan Murano sortimiz ekilgan. Salkam 4000 ta ko'chat ekdik, 6 sotikka. Chekkalarga ekmoqchi edik, chekkaga ekmadik, pomidor ekib qo'yamiz. Nasib bo'lsa, cherry pomidordan ekamiz, bu chekkasiga, tepaga hosilligiga ilib. Bodring eksak, bodring shira tushirib yuboradi. Albatta, buni chekkaga o'tga qarshi dorini sepib keyin ekamiz. O'tga qarshi juda kuchli preparatlar bor. Mana shu g'umaylarda yo'qotishimiz kerak. Bu hosilda oziqasini ham oladi, tomirini, endi dehqonchilikni biladiganlar biladi. Tomiri juda baquvvat bo'lgani uchun oziqani yeb beradi. Shunaqa holatda. Bu agrovolokno qora yozda qora salafandan ko'ra agrovolokno yaxshi. Tepasiga nasib bo'lsa yo ertaga yo shu 1-2 kun ichida 55% setkani tortamiz. Tortish jarayonini ham inshaalloh ko'rsatamiz. 80 metrga teplisamiz 7,5 metr. So'ya setkani tortmasak, bunaqa mevalarini urib qo'yadi. Bu hozir bizga kerak emas, bu mevasi. Albatta olib tashlaymiz mana. Mana mevalari. Bular keragi yo'q bizga hozir. Yaxshi chiqmaydi, chunki oziqa yemagan, lekin ko'chat baquvvat. Inshaalloh ko'chat baquvvat. Frigodi bolasi. O'zim tayyorlaganman ko'chatini. Bu yerda ham hosil, ham ko'chat uchun ishlaymiz inshaalloh. Azizlar, bu mayda. Buni hozir shart emas. Hozirgi kunda narx-navo arzon, bu shart emas. Soya setga tortmasak, yozda hosil ola olmaymiz. Albatta, bunaqa bo'lib qoladi hosillar. Kuyadi issiqda. Kun erta issiq bo'ldi. Kun erta isib ketdi. 25-20 maylarda tortilardi oldin. Bu yil qandaydir kun ta'sir qilyapti.